Yaqinda mana tishimni oldirgani bordim. Rostida tish oldirish qimmat. To'g'risi akalar, bu 700 ming so'm tushyapti. So'mga bu appendis olish oson bo'lib qoldi. Tish oldirishdan to'g'risi appendisni oldirish. Nega unaqa bo'ldi bilmayman. Men yoshligimda tish oldirgani borganimda unaqa qimmat emas edi, narkozi bor edi, qimmatroq, lekin ayam bilan borsam narkoz qildirmasdi. Ayam yig'lasang o'ltiraman derdi, bo'ldi, shu bilan yig'lamay o'tiraverardim. Bo'lmasa bounty beraman derdi. Aya bering shu bountyni bir vaqtingiz o'lganda to'g'risi. Hali yemadim. Men kutib turibman shuni. Xullas bordim bugun ham stomatologga. Uka xullas mana ishlar qilamiz deb 2,5 million bo'ladi deb qo'yadi. 2 oyligingizmi 2,5 million nima u 8 usti ikkita shagirdi bilan bir kunda 2,5 million ish ko'ra olmaydi. Uyda ichida siz og'zimda nima qilmoqchisiz desam, unda Instagramga qo'yaylikmi deb qo'yapti. Rasmga olib Instagramga qo'yaylik deydi. Men o'zimiznikilar bilaman. Uysizlarni ham davolab yaxshi qilyapsizlar ekan, ulug'aygan kunlarda deb ukam kommentariy yozib berdi unga to'shni.